Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Komilxo va do'stlar, mening yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bilasizlarmi, men hozircha sayohatchiman. Nuda bolalar, noto'g'ri tushunmadingiz, lekin men hozircha bir ozgina bo'lmishman, lekin hozircha kechagina shu yerga kichkinagina kulbacha qurib oldim. Lekin bu kulbacha menga yetmasligi aniq. Harakat qilamiz. Tepada verstak bor, bu yoqda pechka. Mayli do'stlar. Hozircha men sayohatga chiqaman. Birozgina sayohatga chiqsak hech narsa qilmaydi. Просто tak men aylanib kelaman. Shu o'rmonlar chiroyli ekan. Tak, ishni quluplaymiz. Tezroq biz aylanib kelishimiz kerak. Uyda o'tiraverib zerikib ketdim, lekin kech payt kelganman. Bu yerda shunday joylar bor ekan, lekin bu yoqda qanaqa bloklar bor. Nasrik la'nati, shu daryodan tezroq o'tib olsam bo'ldi, lekin bu yoqda bloklar bor ekan, bilmadim. Va tak, qanaqadir jin ursin, bunday ko'priklarni kim qurib keladi o'zi tushunmayapman. Lekin bu o'rmonlarda qishloq bo'lishi mumkin. Lekin tepaga chiqib qarab ko'raychi, nimadir topa olamanmi bu yoqdan. Mayli, tezroq chiqaylik, ko'p gapirmasdan. Sekin chiqamiz. What the fuck, bro? Bola qaranglar, ana yoqda kattagina bino turibdi, ko'ryapsizlarmi? Endi biz ana shu joyga borib ko'ramiz. Nimaligini ham hozir ko'ramiz. Do'stlar, yo'qda kimdir kattagina devor turibdi. Mayli, ko'p gapirmasdan so'rashimiz kerak. Tak, o'zimning narsamni ishlataman o'zi. Stop, yer yo'qmas. La'nat qanaqadir qamoqxona, la'nati jinnisin. Lekin temirlarni ishlatib ketaman. Yaxshi, temirlarni ishlaymiz. Va do'stlar, bu yoqda kirish joyi, daraxtlar, chiqib qolganini qaranglar. Bitta joy yo'qmi do'stlar, o'ylagani. La'nati ko'rinmay yuribdi, demak bu qishloq emas. Qanaqadir joy, qamoqxona degandek. Mayli, bularni yechim kerak. Do'stlar, bo'lmish bo'lib kirishim kerak. Bu narsalarni yo'q, endi tashlab yuborishim kerak. Davamchi tashlab yuboradi. Boshqa narsa yo'q. Sumkamiz yo'q. Nima ham qilardik do'stlar? Bu narsalarni endi tashlab yuboramiz. Xayr, mening jonajon narsalarim. Endi sizlarni boshqa ko'rmayman. Nima ham qilaman? Tak, shunchaki hozircha men oddiygina mirga kirgan o'yinchiman. Bunisi yo'q. Tak, temirlarni yo'q qo'yamiz. Narsalarim yo'q meni. Tak, bo'lish kerak ham bo'ladi. Vata. Jitillar yuribdi. Bo'lmish chiqishamiz. Qaraysan, jitil yo'q. Qishloqlaringda yashamoqchi edim, janob mer, bor bu yoqda. Ha, bor, mana shu binoni chekirsan, tepasiga chiqasan. Yana bittasini chiqadi, uni ham tepasiga chiqsang, janob mer turadi, o'shda xonasi bor. Rahmat kattakon, mana shu binoga chiqishimiz kerak. Ha, bolacha, qayerga ketyapsan? Janob endi andiga ko'chga. Mana, qol tezroq. La'nat do'stlar, bu yoqdan tushib ketishingiz. Tushib ketsangiz do'stlar, juda ham yomon o'rar ekan. Shovron yerlarimizni. Mayli, biror narsa ko'zolaytiramiz. Assalomu alaykum janob mer.
Alaykum assalom, qalaysan? Yaxshi, bo'lmush qalaysan endi nima? Sovqotib yuribsanmi? Endi javasi bor lekin xonangiz issiq ekan-a, jundanda o'lmaysanmi? Mayli. Janob mer, xullas menga uy bersangiz, mayli, senga savobli ish qilaman. Uy berasizmi? Lekin bunker. Menga bo'laveradi qanaqa uy bo'lsa ham. Короче, binoyimizni orqa tarafida, chap tarafida bunker deb yozib qo'yganmiz o'zimiz tushib. 3-xonani olishing mumkin orqadagi. Rahmat, arzimaydi. Keyin meni oldimga kel, sandiqni ochib o'zingga kerak narsalar bor. Yo. Ko'zingga qarab ber, palakat. Mayli, hecham tushib qolib kakiras. Do'stlar, qalaysan bo'lim yaxshi. Qalaysan bo'lim yaxshi. Bunker tsunami uchun shu bo'lsa kerak. Bunker yozib qo'yganmiz dedi. Do'stlar, yerni to'lligini qarang. Jin ursin, eshik. Bu birinchi xona ekan. O'tirasiz, choy ichasiz. Tak, sandiqda hech narsa yo'q. Demak, bu ham meniki emas. Xo'sh, tak, bunisi yo'q, bunisimi? Bunisi menimcha 3 bo'lsa kerak. Yo'q. Yonadi, buni ham ichida narsalar yo'q, janob men narsalar o'rgatgan. Xo'sh, yotoqxona yo'q ekan. 3-inchisi mana shu ekan. Xo'sh, tak, eshikni ham ochdim. Yaxshi. Oltin, tepasi ham oltin, devorlari temir. Xo'sh, tak, nima kravat bilan boramanmi, janob meni oldiga? What the heck, bro? Do'stlar, mana bu narsalarni qarang. Yo-mayo. Ishganini qarang, chutki bo'lamanda. Qarang do'stlar, super yarashtiribdi, do'stlar. Endi esa men ularni olaman va janob merning oldiga boraman. Yaxshi ovqat ham ko'p qo'yishibdi, ishlar. Tak, bu yoqda kompyutermi shunda? Kompyuter ham bor ekan, aynan bitta. Shu o'yinchilarga qilishdim shunda, mayli. Yaxshiyamki, men endi bu xonani olib bo'ldim do'stlarda. Endi bu xona meniki. Tezroq janob meni oldiga boray. La'nati, dam olib kelgandi-yu. Hech paytda bormayman endi janob oldiga. Tak, hozir mana bu ustlarimni yechaman va biroz uxlab olaman. Chunki juda ham charchadim do'stlar, bilasizlarmi? Xo'sh, tak, bularni qo'yaman. Okey, hammasini inventarimga solib qo'ydim. Do'stlar, biroz dam olganlarga kamerani yoqaman. Soat nechi bo'libdi do'stlar, ko'raylikchi. Har doimda 7. Tezroq men endi kiyimlarimni kiyganman. Yana bir bor hammaga salom obunachilar, sizlar bilan. Qumli do'stlar. Ertalabni ham orttirib oldik. Endi esa narsalarni qo'llaman. Tak. Endi tezroq men janob meni oldiga boraman va ish buyursa qilib kelamiz. Mayli, tezroq borishim kerak men asosiysi. Do'stlar, o'zimni uyimni nima qilaman tushunmayapman. O'zimning qolaveradi-da. Xo'sh, qalaysizlar, jitilla, qalaysan go'lim yaxshi. Tak, tezroq biz kirishimiz kerak. Yo'q, qo'yinglar.
yaxshi. Chiroyli tabiat. Sekingina chiqamiz, sekingina pistirmadan chiqamiz. Короче, qanisilar o'zi? Qalaysiz janob mer, yaxshimisiz, cho'tkimisiz, ishlar bo'lyaptimi? Qo'llar to'g'richimi? Yaxshi. Xo'sh, tak, sen endi daraxt chopib kelasan. Daraxt shunaqa ham ish yurasizmi? Keyin bir stak tosh ham chopib kel. Olib kel. Xo'p, rahmat. Yo. Suvni yig'ishda rahmat. Chiroqlarni o'chiryapsan axir. O'chirdim. Suvga vatal mayli. Xo'sh, do'stlarni uyini ham ko'rib ketay. Xo'shlarlar. Yaxshi. Stop, do'stlar, bu yoqda almaz bor ekan, almaz bloklar. Lekin meniki pul bo'lgan. Nima bu yoqda ham narsalar bor ekan. Tak, quroldan o'chamiz do'stlar. Sizlar bu yoqda yashaysiz. Qaradi. Bu yerda do'stlar qilichlar bor ekan. Qilichlar. Mayli. Tezroq endi biz do'stlar chop kerak. Bu nima ko'rmoqman do'stlar. Mayli, buni ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh, tak. Yo, bunga ham kerak ekan. Yo, kravat bu chonaning uyi ekanda. Nima? Ikkita pechka, ikkita versak. Ikkita katta sandiq mayli. Qiziqda. Lanati shuni men ketyapman axir. Xo'sh, o'rmonzordan tezroq chopib kelishimiz kerak. Mana shu yerdan. Yaxshi, mana kesinlar ekanlar. Men o'ylaganimki sekin bo'lib ketaman degandim. Kirka ham shunday ekan, nomlari bir xil. Okey, bilan yig'ishtiramiz. Menimcha bir stakdan o'tib ketadi bu. Bir stakdan olamiz. Yo, qanchalar bo'ldi. Stagu 4 ta bo'libdi. Hammayli hech qisi yo'q. Ham okey. Endi esa biz qayoqdadir shaxta bor degandi. Shaxta. Mana shu tarafda shaxta bor ekan. Nima bu yoqda bit varsinishganmi yoki bular belgimi qanaqadir. Qani shaxta bor degandiku menga. Shaxtani topamizlar iloj. Mana do'stlar shaxta. Elimni tashlab yuboray. Bu ham shaxta emas. Lekin chopsak bo'ladi. Tezroq men toshlarni janob merga yetkazganimdan keyin kamerani o'chiraman. Chunki meni sostavlarim bor, ishlarim bor. Shunaqa narsalar. Tak. Tezroq chopib tashlaylik. Bir stak bo'lsa, bir stakda. Okey, chopib olib oldim. Endi esa tepaga chiqishim kerak. Tezroq chiq. Xo'sh, tak do'stlar, hamma bloklarni solishim kerak. Janob mer aytganidek, hammasini soldiydi. Yaqinda bu videomizni ikkinchi qismi ham chiqadi do'stlar. Do'stlar, videomiz shu joyda yakunlanadi. Sizlar bilan ko'p bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Sizlar bilan keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr do'stlar.